pastani Xitoydagi o'zlarining brendi ekan. Mana shuni hozir biz test qilib ko'rmoqchi biz. Mana bu narsa bilan sal-pal qiritib qolamiz. 2000 talik shkurka yo'q ekan. Mana shuni qirib qo'ydim. Ancha eski mashinadek qirib qo'ydik. Apparat yaxshi olib bildi. Xullas, pastasi ham yaxshi ekan. Ko'p qirib qo'yuvdik. Mana bu yerda. Mana bu joylarda. Mana endi ikkinchi etapiga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi etap yaxshi o'tdi. Gologramma ketishni xohlasangiz tezroq. Uni apparatni sekinroq va ozgina qattiqroq bo'lishi kerak. Mana. Qilgan joylar bor edi. Mana bu joy past o'rtacha bo'ldi. Ja bunaqa zo'r ham emas, lekin juda yomon ham emas. Yaxshi. Endi hozir 3-etapda bir o'tib ko'ramiz. Ko'ramiz qanaqaligini. Hozir Xitoy mahsulotlarini test qilib ko'rdik. Unchalik yomon emas, yaxshi. Olsa bo'ladi. Endi narxiga nisbatan juda ham yaxshi. Narxi uchun yaxshi. Masalan, o'sha ko'xlar narxiday bo'lsa arzimaydi.